Mayli, xo'p. O'zim telefon qilaman. Xo'p. Labey. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ha, yo'q. Men mana mahallada turaman. Qanaqa tushuntirsam ekan? Men gadoy emasman aka. Prosta ishsizman. Endi erkakchilikda bo'lib turar ekanda. Bugun iftorlikka uyda to'g'risini aytsam hech narsa yo'q ekan. Keyin bolalarimga ham tagli olishim kerak edi. O'shanga bir kunligimga Murusga yordam qilib tura olasizmi deb aytdim. Iloji bormi? Bir gap aytaman, xafa bo'lmaysizmi? To'rmunchalik sog' ekan. Baquvvatgina yigit ekansiz. Odam bu gavda bilan qancha ish qilsa bo'ladi? Ishlasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, ishlayman. Faqat hozircha ochiq havoga direktorman-da. Sog'lom odam hech bo'lmaganda Mardikor bozorga borib bir kun ishlasa, o'sha iftorlik bilan taglini puli chiqadi. Birata, men sizdan maslahat so'ragani kelmadim. Yordam so'rab keldim. Bersiz bering, bo'lmasam yo'q. Keturaman. Odam ozgina harakat qilsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Lekin shunga ham dangasalik qiladiganlar bor. Birata, menga qarang. Malibuda o'tirib motivatsiya berish zo'r bo'lsa kerak. Ha? O'zi sizga o'xshagan shunaqa ziqna boylar ham ko'payib ketdi. Sog' bo'ling. Hey. Rostdan tagli kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Aka, men bu ishni bolalarim uchun qilaman. Birata? Menimcha ham kerak. Qochib turing-chi. Hozir orqadagini olib beraman. Mana bolalarimga deb olgandim. Sizga nasib qilgan ekan. Oling. Oling, xijolat bo'lmang. Endi do'stim, shu ahvolda bo'lsam ham doimo bir narsani so'rab duo qilaman. O'zingdan o'zgasiga muhtoj qilmagin deb. Xudoga shukr, shu ahvolda ham birovga muhtojligim tushmadi. Sizdan bo'lsa, ozgina harakat kerak. Sababini qiling. Xudo qolganini o'zi beradi. Noshukrlik qilmang. Muhimi, soppa sog'siz. Shukr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uzr aka. Salomat bo'ling.